3 yilgacha parvarish qilib beramiz. Hamma yo'q. Svetini, gazini, suvini hammasini. Hozir maydoni qancha dedingiz? 5 so'm. 5 so'm. Endi masalan hozir bu yerda ajratilgan mablag' 200 milliondan ortiqroq mablag' deyilyapti. Bu yerda u 5 sotigimizga 70 million 50 millionlik rasxod ketdi deydi. Qolgandan bir qanday unumli foydalansa bo'ladi? Yo'q, biz endi 200 gacha olib borish uchun boshqa qo'shimcha yana bitta joyda qo'shsaymi bu tuman uchun? Ana hozir endi Temurbek aytib o'tdi, mana viloyatdan pul olib kelinyapti-da. Viloyatdan pul olib kelyapti. Endi u pul olib kelib qolinyapti. Endi tuman uchun. O'sha endi men aytganim tumanga maksimal darajada pulni oqimini ko'paytirish maqsadida shundan unumli foydalanish uchun shuni bir hisob kitobini chiqarib sal kengaytirsak, rat mablag'i bor ekan, egasi bor, to'g'rimi? Tumanga bo'layotgan masala. Bu masalan tumanning pulidan ishlatilayotgan joyi yo'q buni. To'g'ri. Bu bo'yicha qisqacha aytsam, 2022-yilda 20-sentyabrdagi maslahatning qaroriga asosan bu pullarni gektarga sotiga qarab chiqaradi. Masalan, oddiy misol keltirsam, 10 sotiga yerga qilinsa 270 million so'mgacha deb belgilangan. Buni ham o'pen byudjetga o'xshab yutiladi, yutilgan tashkilot qiladi. Endi to'shlik summasini men to'shlik summasini bilmadim. To'shlik qarorda chunki 270 million so'mgacha deb belgilangan. Sotiga qarab. Endi agar bizdagi nechta pul ajratilsa, loyihachilar kelib tasdiqlaydi. Shunga asosan agar oshib qolsa, agar ruxsat bersangiz qo'shimcha yer berganmiz, buni ham o'pen byudjetlar o'tkazishimiz kerak. Agar bo'lsa, taklifni ham kiritamiz. To'g'ri, chunki hali